Tushda yung ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushda yungni ko'rmoq qaysi jihatdan bo'lmasin halol mol va rizqu ro'z bo'ladi. To'qilmagan yung yaxshiroq va sozroqdir. Agar yungga ega bo'lganini yoki birov unga berganini yoxud sotib olganini ko'rsa, o'sha yungning oz ko'pligiga qarab mol hosil bo'ladi. Kirmoniyning aytishicha, yungni chiqarib tashlaganini ko'rsa, molini tarqatib yuborishiga dalildir. Agar yungni kuydirayotganini ko'rsa, o'z molini sarflab bitirishini bildiradi. Bordiyu tushida jundan qilingan libos kiyganini ko'rsa, xotini tomonidan mol hosil bo'lishiga dalildir. Tush ko'ruvchi tushida jundan qilingan libos yoki jundan qilingan kigizni sotib olganini ko'rsa, badavlat xotin olishini bildiradi. Jobir Mag'ribiy aytadiki, tushdagi jun ko'pincha podshoh tomonidan molga dalildir. Boshqa bir ta'birchilarning aytishicha, merosni bildiradi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.